Do'stlar, sizlarni hammalarini qalbimdan yaxshi ko'raman. Reklamadan narxini o'sha 139 ming qo'ygan bir paytimizda Yuksak Travel'da ishonchli litsenziyasi bor joydan sizlarga ajoyib bitta bir yangiliklarni qilib beramiz deyaptilar. Odil Ermatjon aka, assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Ermatjon aka, mana obunachilarimga aka nimalarda bonus qilib berasiz? Keyin qaysi kunga reyslarimiz bor, bir qator tushuntirib bering aka. 8-noyabrga Umra karvon nomli paketimiz bir borishlikda 2 marotaba umra qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Endi qanaqa bu 2 marotaba umra qiladi deyapsiz, yo'q qanaqa bo'ladi aka? Birinchisi Madina Munavvaradan borishda Makka mukarramaga borib birinchi umra amalini ado etishadi. Ikkinchisi 3-4 kundan keyin Toyib shahriga ziyoratimiz bor. Toyib shahriga borishganda katta miqotdan yana bir marta umra amalini qilishlik uchun Makka mukarramaga yetib borishadi. Mashallah aka, o'shanga aka nima bonuslar qilib berasiz mana obunachilaringga aka? Xo'p, siz obunachilaringizga har bittalariga chamadon, erkaklar uchun ehrom, ayollar uchun hijob. Bundan boshqa narsa qo'shib bermaysizmi aka? Mayli, siz obunachilaringizga bo'lmasa bo'yin yostiqchalarini ham bonus qilib beraman. Ha, bo'yin yostiqchalariga, erkaklarga. Ha, ayollarga alohida, erkaklarga alohida. Ish qilib aka, narxlari osmonda basmi, ish qilib qimmat basmi aka? Hamma yo'g'i ichida Xudo xolasa kelishtirib beraman. Faqat mana nomdan chiqsa bo'ldi. Qaysi kunga reysimiz bor deysiz? 18-noyabr. 18-noyabr. To'g'ridan Jizda shahriga. Vau, bunaqasi bo'lmagan do'stlar. 18-noyabrga niyat qilganlar videoga bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa inshaalloh ota-onamni ovoraman deganlar ham like bosib qo'yinglar. Pastda nomer qoldiraman. Akaxonga chiqaverasizlar. Xudo xolasa faqat mana nomdan sana shu narsalar bonus qilib beraman deyapti. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar.